qanaqa qilib IT startapingizni yoki bo'lmasam IT produktingizni bozorga testlash va u bozorga kerakmi yo'qmi shu haqida bizani 50 dan ortiq loyihalardagi eksperiyensimizdan kelib chiqib tushuntirib beraman. Eng oddiy holatda siz amalga oshirishingiz kerak bo'lgan bir nechta bosqich bor. Mana shu narsalarni amalga oshiradigan bo'lsangiz, sizni produktingiz yoki bo'lmasam IT startapingiz bozorga kerakmi yo'qmi shu narsani aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi va ICP ni custom amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari pricing model qanaqa qilsak bo'ladi, bozorga qanaqa offer bersak bo'ladi, klientim kim, barcha savollaringizga javob topib olasiz. Aynan bu instrumentni biza mukammal ko'rinishda 20 dan ortiq IT startapda, 20 dan ortiq IT kompaniyalarni outsourcing xizmatini sotishda ishlatganmiz. Boshida testlab, keyingi bosqichda masshtabli marketing qilishdan oldin aynan mana shu narsani doim testlaymiz. Bu napkin test deb ataladi. Buni biz xalqaro standartlardan, xalqaro tajribadan kelib chiqib, o'zimizga olganmiz va 2 yildan buyon xuddi mana shunaqa ko'rinishda ishlab kelamiz. Aynan napkin test oladigan bo'lsa, bu sizni biror bir ideyangiz bo'ladigan bo'lsa, uni siz qahvaxonada o'sha salfetkaga yozib, o'sha yerda o'zida 10 tagacha yoki bo'lmasam 20 ta odamga ko'rsatasiz va ularga o'sha qog'ozga yozilgan ideyani o'zini sotish orqali sizni startapingiz yoki bo'lmasam sizning ideyangiz o'zi bozorga kerakmi yo'qmi shu narsani aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu narsani siz hozir o'zingizni startapingizda yoki bo'lmasam o'zingizni IT produktingizda qanaqa qilishni o'rganasiz. Xo'p, buning uchun sizga nima kerak bo'ladi? Telefon, Instagram stranichka va ideyangizni qog'ozga tushirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ideyangizni birinchi navbatda qog'ozga tushirasiz. Qog'ozga tushirgan paytingizda formulani qo'yib ketaman, yozib ketaman. Mana shu formula asosida yozasiz va shu asosida siz ssenariy ishlab chiqasiz. Birinchisi, sizni startapingiz o'zi nima? Kimni muammosiga yechim beradi? Qanaqa muammoga yechim beradi? Aynan qanaqa yechim beradi? Natijada mijozingiz nimaga erishadi? Mijoz natijaga erishgandan keyin u qanchalik bu narsadan manfaat oladi? Mana shu narsani qog'ozga tushirasiz. Deylik siz nasiya savdoni avtomatlashtirish bilan shug'ullanasiz va o'sha produkt uchun qanaqa qilib bozor testlash mumkin? Siz qog'ozga yozasiz. Klientingiz kim? Uni qanaqa muammolari bor? U muammolarga qanaqa yechim bersa bo'ladi? Yechim bergandan keyin nima natijaga erishadi? O'sha natijaga social proof, ya'ni ijtimoiy isbot deydi. Sizda bundan oldin xuddi shunga o'xshaydigan case'lar bo'lgan bo'lsa, o'shani yozsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam xalqaro tajribada mana bunaqa case bo'lgan va natijasi mana bunaqa bo'lgan deb turib social proof yozib ketsangiz bo'ladi va call to action. Mana shu qismlardan iborat bo'ladi. Daftaringizga yozib oldingiz yoki bo'lmasam bilmayman, Excelda, Notionda yoki bo'lmasam qanaqadir hujjat yozib oldingiz va shuni videoda gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Telefoningizni ko'tarasiz va taxminan mana bu videoga o'xshab bizdagi bor case videoda gapirasiz va o'zingizning xizmatingizni autoriga taklif qilasiz. Videoni tayyor holatga keltirganingizdan keyin bu videoni 4-5 xil formatda olishingizni maslahat beraman. Instagram sahifangizga joylaysiz va Instagramni o'zidan prosmotrga yoki bo'lmasam SMS uchun siz target yoqishingiz mumkin. Bu juda ham oson narsa. Xuddi shunaqa ko'rinishda target yoqasiz. Bu eng minimal holatda siz produktingizni bozorga testlashingiz bo'ladi. Xuddi mana shu narsani bizning o'zimizning case'imiz doirasida ko'rsataman. Mana bu bizning video va buni biz targetga yoqqanmiz. Targetga yoqqanimizdan keyin bizga zayavkalar kelib tushadi. Zayavkalar orqali bizning sotuv menejerlarimiz, loyihadagi sotuv menejerlari zayavkalarga aloqaga chiqishadi va ular bilan sotuv uchrashuvlari tashkil qilishadi. Uchrashuvda esa siz o'zingizning produktingizni yo sotishingiz mumkin yoki bo'lmasa produktingiz uchun kerakli qanaqadir insightni olib qaytishingiz mumkin. Sota olmadim, o'xshamadi degan narsa yo'q. Bu yerda baribir uchrashuv protsessini ovozli zapis qilib oladigan bo'lsangiz, sizda tayyor keyingi offerni tayyorlaganda yoki bo'lmasam keyingi uchrashuvga borganda nima xatolarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha shpargalka tayyor bo'ladi. Conclusion qiladigan bo'lsak, birinchi qiladigan ishingiz startapingiz nima muammoga qanaqa yechim beradi, shu haqida video olasiz, Instagramga joylaysiz, pulli reklama yoqasiz va har bitta videoingiz oxirida call to action bo'lsin. Izohlarda plus qoldiring degan call to action ham yetarli. Izohlarga plus qoldirgan odamlarga aloqaga chiqasiz va
ular bilan sotuv uchrashuvi tashkillashtirasiz. Sotuv uchrashuvida borib gaplashasiz, produktingizni prezentatsiya qilasiz. Agar produktingiz ularga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, albatta sotib olishadi. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda, eng minimal ko'rinishda siz o'zingizni produktingizni bozorga testlab ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu test protsessida amalga oshirilgan sotuvlar. Ba'zi loyihalarda umuman yo'q produkt sotganmiz. Masalan, Nokia 365 va MySQLga o'xshaydigan ishlagan loyihalarimizda. Ya'ni sizni ideyangizni kimdir pul to'lashga tayyormi? Siz borib agar sotuv qiladigan bo'lsangiz, u narsani keyin realizatsiya qilsangiz ham bo'ladi. Hozir hayron qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqa qilib yo'q narsaga insonlar pul to'laydi? Bunda ham bitta tonki joyi bor. Mijozga siz aynan san uchun qilib beraman bu narsani va keyinchalik bu narsani men o'zimda как produkt sifatida sotmoqchiman deb turib 10 tacha mijoz yig'ib olsangiz, mana bu 10 ta mijozdan kelayotgan daromad evaziga startapni ko'tarib, har bittasini o'ziga produktini deliver qilgandan keyin mana bu tayyor bo'lgan produktni bozorga sotish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin va bu keys bizda mana shu loyihalarimizda o'xshagan. Agarda sizda startap bo'ladigan bo'lsa va u startap qanaqa qilib go to market qilish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam IT kompaniyangiz bor, qanaqa qilib IT kompaniyangiz sotuvini oshirish, qanaqa qilib bozorga olib kirish, marketingni qilish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu QR qoldirib ketamiz. QR orqali o'tib yoki bo'lmasam pastdagi havola orqali o'tib konsultatsiyaga yozilsangiz bo'ladi. Konsultatsiya atigi 5 ta loyiha uchun bepul amalga oshiriladi. Aslida bu konsultatsiya bizda $2000 turadi va biz bu narsani 5 ta loyihaga bepul amalga oshirib beramiz. O'ylaymanki, bugungi videomiz ancha manfaatli bo'ldi. Keyingi videolarda qaysi mavzularda va qaysi keyslarda video darslar tayyorlashimizni izohlarda yozib qoldirsanglar, biz aynan shu mavzularda sizlar uchun, sizlarga muhim bo'lgan mavzularda video darslar tayyorlashga harakat qilamiz.